Necha pulga sotdingiz aka? Ya qaytardingiz? Yili nechi? Kraska toza. 2014 kraskasi toza do'stlar, albatta 60 millionga ana shu Spark avtomobilimiz ketdi. 60 million do'stlar. Do'stlar, videolarimizga bittadan ikkitadan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlash sizlardan albatta maksimal darajada. Kunning issig'i bugun 19-iyul sanasi, albatta 19-iyul sanasi bilan birgalikda sizlarga Deno mashina bozoridan video taqdim qilmoqdamiz. Videolarimizga har doimgidek albatta imkon bor sizda. Bizda imkon bor, tushirish imkoni, video qilish imkoni. Sizda imkon bor, albatta videomizga bittadan maksimal darajada like bosish do'stlar. O'shaning uchun do'stlar, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz do'stlar. Bozor juda ham yaxshi bo'lmoqda, albatta. Sotildi qaytdi aka bu? 130 dan qaytdi. Yili necha? 24 130 milliondan qaytgan Cobalt avtomobilimizdan Nexia ekani ko'ramiz do'stlar, albatta. Aka sotildi qaytdi bu? Necha pul? Yili? 2016 yil 7 million sotildi do'stlar. Nexia ikkimiz 57 million 2016-yil sotilibdi. Baba necha pul sotdik? Yili necha? 2015 47 million. 2015 47 million ketdi. Sotildimi? Aytib ketaylik yana bir bor. Do'stlar, 2026-yil 2700 kilometr yurgan Labo avtomobilimiz bitta 30 talik, bitta 40 talik metan ustanovkasi qilingan, texpasportga qayta jihozlar urilgan, albatta 107 milliondan narx qo'yilmoqda. Xudo xolasa, variant barter yo'q, faqat narxga generalni chiqadi. Telefon nomerini bir bor ayting aka. 50lik 509 50 92 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Nexia ikkini ko'ramiz, Nexia 1ni ko'ramiz. Aka sotildi qaytdi bu? Nechidan qaytardingiz? Yili 2007 33 milliondan qaytdi do'stlar. 2007 33 milliondan Nexia bir avtomobilimiz qaytdi. Ana Lacetti'mizni ham ko'ramiz do'stlar. Sotildi qaytdi akajon? 27 millionga sotildi. 27 million narx. 2011 43 narxga ketdi. Kraska? Ana do'stlar 43 million narxga ketdi. Ana 43 ketibdi. Sotildi qaytdi aka? Necha pulga? 100 ga. Yili? 13. 2013 100 millionga ketdi do'stlar. Rozuz aka. Aka sotildimi? Necha pul sotildi? 65. Yili? 19. Kraska toza. Petnosi bor, metan bor. Metan bor. 2019 do'stlar, petnosi bor. Spark avtomobilimiz 65 millionga ketdi do'stlar. Sotildimi? Necha pul? 20. Yili? 99. 20 millionga. Barakasini bersin. Ketdi do'stlar, 20 millionga. Sotildi qaytdi akajon. Sotildi qaytdi. Necha pul? 97. Yili? 2019 97 million naqdga ketdi do'stlar. Kraskasi tozami aka? Kraskasini so'ra olmadik do'stlar. Sotildi akajon. Necha puldan qaytardingiz? 28 dan qaytardingiz. Variant barter qilib berasizmi? Gaplashamiz. Qayerdiki bu? Toshkentning mashinasi uzundan mana. Uzunda dokument hal bo'ladi. Telefon nomerni ayting. 95 95 451 451 83 83 73. 73 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Sotildi. Necha pul? Yili 23 63 yarim. 23 63 yarimga ketdi do'stlar. Necha pul sotildi aka? Aka necha pul sotildi? 55. Yili 23. 23 55 millionga. Sotildi necha pul akajon? Yili 24 79 millionga, metan 65 talik bor. Aka sotildi qaytdi bu? Nechidan qaytardingiz? 71 dan. 71 yili nechi?
2016 kraskasi toza 78 ming ekan, metan ustanovkasi qilingan. Telefon nomerni ayting. 91'lik. Xo'p, 516. Xo'p. 61 66. variant barter qilib berasiz? Variant gaplashamiz. Gaplashamiz do'stlar. Variant barterda ham albatta o'zlari bilan gaplashib olasiz. Ha, yuring, to'xtang, mayli. Sotdingiz hozir. Sotdingizmi? Nechidan qaytardingiz? 26? 26? 26 144 dan qaytdi do'stlar. Ana. Qani do'stlar 2025. 25. Kraska qayerda? Kraska toza 2025-yil. Lavo avtomobilimizdan balonlar oldiga 13 deb qo'yilgan, orqa 12 o'ziniki. 6000 probeg yurgan do'stlar. Metan bormi? Metani bor, Metan bor, tentga, burotga, hujjatlarigacha bor. Nech puldan qaytardingiz buni? Ha, nech puldan sizga sotdingiz? 94. 94 toza. Naqdga 94 tozaga ketdi. Qayerga ketdi akajon? Bandixonga ketdi. Yaxshi kunlarga mining. Ana shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa mana shu akamizga bemalol telefon qilib bog'lansangiz bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 88. Xo'p, 824. xo'p. 92 96. 92-96 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Albatta mana shunaqa labo xizmatlari kerak bo'lsa albatta. Mana 65 talik metani bilan. Mana sizlarga yana Cobalt'imizdan sotildi. Sotdingizmi? Nech pul sotdingiz endi? Variantga 80 ketdi do'stlar. Mana. Do'stlar, shu joyigacha videoni ko'rdingiz. Bittadan ikkitadan like'larni bosib qo'ying. Like siz uchun jalka emas albatta. Lekin bu issiqda biz sizlar uchun harakatli video qilmoqdamiz. O'shaning uchun bu narsa, o'shaning uchun do'stlar. Hammalaringizga omad yor bo'lsin, joningiz omon bo'lsin. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana ko'ryapsizlar. Mashinani ichida odamlar yonib yotibdi. Biz tashqarida 50 gradus issiqda tashqarida video qilmoqdamiz albatta sizlar uchun. O'shaning uchun do'stlar, like'ni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa, albatta. Inshaalloh kanalimizda yangilar obuna bo'lamiz. Obuna bo'lishingizni esingizdan chiqarib qo'ymang. Ana shunday yangi videolar albatta sizlar uchun qo'yib boriladi do'stlar. Sotildi. Nech pul? 111,5 yili. 20. Kraska toza. Benzinda do'stlar 2020-yil 111,5 ketdi. Ana Jack M3. Jack M3 ni nech puldan qaytardingiz? 132 dan qaytardingiz. Yili nechi buni? 23. Kraska toza. Qancha yurib qo'ydingiz? 170 ming yurdingiz. Variant barter qilib berasizmi? Faqat naqd. Telefon nomerini ayting. 97 352 73 76 nomerlarga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Jack avtomobilimiz uchun albatta. Aka, nechidan qaytardingiz yo sotdingiz? Nechidan? Yili nechi buni? 2017 38,5 dan qaytardingiz. Kraska qanaqa? Bitta eshikda qancha yurib qo'ydingiz? To'xtab turing. Ha, yuring bo'lmasa. Sotildi. Nech pul? 70 millionga sotdim. Yili? 2015. 2015 kraska toza. Kraska toza 2015-yil 70 millionga ketdi do'stlar. Mana. Sotildi qaytdi. Nechdan qaytardingiz? 85 dan qaytardingiz. Yili nechi? 2014. Kraska toza. Variant barter qilib berasizmi? Variantdan bo'ladi. Kelishamiz, ha? Telefon nomerini ayting. 77lik 03 03 81 81 nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Sotildi. Nechi pul? Yili? 2025 144 millionga ketdi do'stlar. Aka sotildimi? Yo'q, qaytdi. Nechidan qaytardingiz buni? Saka diskani.
70 dan qaytaribdi. 4 ta yumshoq balon, saka diskalarda. Kraskasi toza 17 ming yurgan. Yili nechi buni? 23. 70 dan qaytardingiz. Variant qilib berasiz. Naqdga. Qayerda mashinasi? Generalni qilib berasiz. Generalni qilib beriladi, Qumqo'rg'on mashinasi. Nomerni ayting. 99 716 0992 nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Metonlargacha ustanovkasi qilingan mashinamiz. Mana Nexia 3 avtomobilimizdan do'stlar, albatta. Aka qaytardingiz, sotdingiz. Nech pul sotdingiz? 67. Yili nechi? 2019 67 millionga 157 ming probeg yurgan Nexia 3 avtomobilimiz do'stlar, albatta ketibdi. Mana